Stepschool kuzatuvchilariga alangali salomlar. Bugungi videoda siz bilan biz har xil turdagi olmoshlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan turdagi olmoshimiz bu personal pronoun, ya'ni kishilik olmoshlari. Bular I, men, you, sen yoki sizlar, we, biz, they, ular, he, u, o'g'il bolaga nisbatan, she, u, qiz bolaga nisbatan va it bu jonsiz narsalar yoki hayvonlarga nisbatan. Keyingi turdagi olmoshlarimiz objective pronoun, ya'ni to'ldiruvchi olmoshlarimiz. Bu olmoshlarni biz gapning to'ldiruvchi sifatida ishlatishimiz mumkin. Bular I ga me, you ga you, we ga us, they ga them, he ga him, she ga her va it ga it bo'ladi. Keyingi turdagi olmoshlarimiz possessive, ya'ni egalik olmoshlari. Eng qiziqarlisi ingliz tilida bizda egalik olmoshlari ikkita turga bo'linadi. Bular bizda possessive adjectives va possessive pronouns. Keling boshida siz bilan possessive adjective ko'rib chiqamiz. Possessive adjectivening tarjimasi ning bilan tugaydi. Ya'ni bu mening, sening yoki uning. We, our, they, their, he, his, she, her va it, its bo'ladi. Va ularni biz har doim otlar bilan ishlatamiz. Masalan, it is my book, ya'ni bu mening kitobim. Va oxirgi turdagi olmoshimiz bu possessive pronouns. Bular I ga mine, you ga yours, they ga theirs, we ga ours, he ga his, she ga hers va eng qiziqarlisi itning possessive pronouni yo'q. Va biz possessive pronounlarni hech qachon otlar bilan ishlatmaymiz. Ya'ni ularni shunchaki o'zini ishlatamiz. Masalan, this book is mine, ya'ni bu kitob meniki. Agar bugungi darsligimiz sizga yoqqan bo'lsa, bu videoga albatta like bosishni unutmang va bu videoni iloji boricha ko'proq do'stlaringiz yoki tanishlaringiz bilan bo'lishing.